Assalomu alaykum hammaga. Biza Xudo xolasa aksiyadagi bunkerli 20 million so'mlik ko'mir otablinamizni Yangi Bozor tumani Shavat Urganch yo'lida yurtlarlaringizdan 4-joyga o'rnatdik. Mashinalar o'tib turibdi. Girikkalar insha erchazorlarning aslida 4-joyga o'rnatdik. Roshanbekani uyi ekan. Bu xonadonimizga navki ketgan bo'lsa hamma ishlarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizga 26 million 450 ming so'm pul chiqdi. Inshaalloh ko'rib turgan ishlaringizning bu xonadonimizga 100 qo'rg'a batareya berdik, lekin o'zida 3 dona cho'yin batareyasi bor ekan. 3 dona deganda cho'yin batareyasi ham katta cho'yin batareyalardan o'zini ishlatib berdik. Ko'rib turganlar inshaalloh cho'yin batareyadan 3 donasi bor ekan. Xudo xolasa bu yerdagi ishlarimizni ham yakunladik. Bu aksiyamiz yana Xudo xolasa bizani 15-gacha davom etadi, 4 kun davom etadi. Aksiyadan unumli foydalanib qolganlar keyin inshoot otablini o'rtacha 30 milliondan oshib 35 millionga yaqinlaydi. Kimay shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, bizani manzil Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasida joylashgan, sentralniy yo'lning bo'yinda. Bu xonadonimizga inshaalloh ko'rib turganlaringizdan 9 yere batareya qo'yildi, 11 tochka bo'ldi. O'pshi. Bak ichanlarni ko'rsatib o'tirmadim, gelin xona bo'lgani uchun. Ko'rib turganlaringizda hammasi zakonli qizib turibdi. Bak uyning egasi, ag'a, hammasi zakonli qizib turibmi? Balani o'zini tushiraman. Ko'rib turganlaringizdan hammasi o'tdi. Hozir narsani ham ko'rsatib o'taman gradusini. Katyolimiz ham bunkerli katyol 100 kvadratdan 200-220 kvadratgacha zakonli qizdiradi. Hozir yonishlarini ham, sifatini ham, kachasidan hammasini ko'rsatib o'taman. Katyolimiz ishlashi sifati zo'r. Gradusimiz ham 50 gradusga yaqinladi, xudo xolasa. Katyolimizni yonishina keladigan bo'lsa, katyolimizni yonib turishi. Yurtlarlaringizda inishlatib zakonli bo'lib yonadi. Baqi ichki tuzilishi baq mo'ri tarafini bizani o'zlarimizni Angren ko'mirda ishlab turibdi. Hakasында Kima shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, bizani manzilni aytib o'tdim. Pastda nomerlarimiz bo'ladi, bog'lanib tursa, shu uydan ko'rib turgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni ayamanglar.